Şahzoda Samandar. Cho'chak. Shunda qilib kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Beliqchilar mahallasi daryoning u qetida qaytadan qurilib, yana mahalla tusiga kiribdi. Daryoning bu tarafi mudhish bir qiyofatda qop-qora petqapdi. Tush daraxining yo'qolishimi o'ziga shu daraxt oldida dardlarni to'kib, o'zlariga ruhiy tasalli tepib kelgan nurg'un kishilarni qayg'u hasratga mubtilo aylabdi. Sardorbek bilan Gulambar pat-pat kelib, Sodir Beliqchi bilan Zahrani yo'qlab turibdi. Ular shuncha ko'p sirdishib, mungdishibdi-yu, Shahzoda Samandar haqidagi sirni tilga elishmabdi. Sardorbek bu yangi do'stlarini Sariyaga berib, mehmon bo'lib ketishga takror taklif qilgan bo'lsa-mu, ular faqat bir qitim qadam tashlab qilibdi. Samandar bo'lsa bahoni ko'rsatib bag'ili unimabdi. Ular Samandarning xelili cho'ng bo'lib qolganligini o'ylab, quyruqi tufayli shaharga kirishdan beoram bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylab zo'rlamabdi. Samandar yana vaqtning ko'pragini o'rmonda hayvonlar bilan birga o'tkazib yuraveribdi. Kichik Samandar bo'lsa muhabbat dengiziga g'arq bo'lib, Rashida bilan yo'shirin ko'rishib, goh sahroda, goh o'rdida mastum mustag'raq holda kun o'tkazibdi. Rashida sahroda oddiy sodda, oq ko'ngil cho'ng bo'lgan qiz bo'lg'achqa, kichik Samandarga oz to'li ta'sir ko'rsatmay qolmabdi. Rashida o'zining o't bilan o'ynashayotganligini his qilib, Samandarga yaxshiroq o'ylashni, imkon qadar bu savdodan voz kechishni aytgan bo'lsa-mu, Samandar o'zining valahdilik salohiyati bilan mayli atrofidagilar xolisin, xolimisin deganini qila oladiganligiga qattiq ishinib, Rashidaning bu haqdagi gaplariga zodili quloq solmabdi. Kunlarning birida u yana Rashidani o'rda ishtiratxonasidagi bir qitimliq san'at o'yiniga ep kelibdi. Biroq bu qitim ularni o'ng qo'l vazir ko'rib qopdi va ikkisi maydondan chiqib ketayotganda oldini to'sibdi. Ularni xoli bir joyga boshlab kelgandekin so'rabdi. Bu qiz kim bo'ladi? Mening bo'lg'isi ayolim bo'ladi. İsmi Rashida. Tanishqashtiringlar. Rashida, bu mening cho'ng dadam bo'ladi. Shundaqla o'ng qo'l vazir. Tashvishlanib turgan Rashida nima deyishni bilmay egilib salom beribdi. Kichik Samandarning tap tatmasdan bergan javobini anglagan o'ng qo'l vazir ochchig'idan yerilib ketgudek bo'lib vaqirabdi. Nima da'vatsan Samandar? Texa amringa elishni qaror qilib bo'ldingmi? Bu sen qaror qiladigan ish emas. Voy, qiziq gap bo'ldi-da bu. Men oladigan qizni sizlar tanlab beramtinglar. Menmi cho'pchong bir o'g'il bola. Yani kelib, men shahzoda ham vali akti. Sizlardan biringlarning quli emas. To'la haddingdan oshma. Albatta maslahat bilan qaror qiladigan ish bu. Sen bir vali akti bo'g'ichining o'ylanishida cho'ng ishni nima deb chaqlab qolding? Ha? Yani jahillik qilsamlar, hamma ishqi ma'qul deydi deb o'ylab qolma. Demak, men kim bilan o'ylanishni o'zim qaror qila olmaydi ekanman-da. Vali akti bo'lmasam bo'lmaymanki, o'zim yaxshi ko'rgan qizni elishdan hargiz voz kechmayman. Xohlasangiz qo'lingizdan kelishni qarshitiring. Yuring Rashida. Bu yerda vaqtimizni isrof qilmaylik. Kech bo'lib ketdi. Sizni uyingizga yo'lga sep qo'yay. Kichik Samandar shundoq deginicha Rashidaning qo'lidan yetlab, o'ng qo'l vazirning oldidan o'tib chiqib ketibdi. Xap seni neytandan yondiramazlıqqa hergiz ishonmayman. O'ng qo'l vazir shundoq deb vaqirgancha turib qopdi-da, birdan uyon buyon mangandan keyin to'xtab bir aql topgandek, soqilini bir silib etib, xos odamidan birini chaqirib, quluqiga bir nimalarni pichirlabdi. U odam qulluq bildirib yugurganicha chiqib ketibdi. Shiratxonda o'yin qo'yilayotgandala, jiroqdan qiziga pat-pat qarab turgan Xonish Gulambar dadisining kichik Samandar bilan Rashidani ko'rib qilib, oldini to'sqanligini ko'rib, hech kimga bildirmasdan ularning kayniga odam sep qo'ygan ekan. Bu ishdan xabar topgan Xonish Gulambar dadisining qo'lidan har balo keldiganligini,
ishning haqiqatini bilsa-mu, podshoh oldida o'sal ahvolga tushib qolmaslik uchun har qanday yomon ishni qilishdan aslo yonmaydiganligini o'ylab, darhol odamlarga Darhol dadamning odamining kayniga tushinglar. Agar dadamning odamlari u qizga biroz ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, qilch ikkilanmasdan bir taraf qilinglar. Dadamning odamlari u qizning uyini aslo bilmasin. Xonish Gülambarning odamlari sezdirmasdan o'ng qo'l vazirning odamlarining kayniga tushibdi. Darvaqa o'ng qo'l vazir u odamlarni qizni hech kimga bildirmasdan ko'zdan yo'qotish uchun avatgan ekan. Rashida kichik samandar bilan xo'shlashib, kichik samandar o'rinlashtirgan bir ayol bilan o'z qishliqiga qarab yo'lga chiqibdi. Shahardan chiqib, sahroning xilvat yo'lida ot harvasida ketayotganda vazirning odamlari qo'l sanmoqchi bo'lgan ekan. Xonishning odamlari yetib kelib, vazirning odamlari bilan elishibdi. Bir maydon qilishvozlik boshlanib, oxiri vazirning odamlari jenidan juda bo'ldi. Rashida bu ishlardan bexabar, xotirjam uyga qaytibdi. Shuningdan keyin Xonish Gülambar ishonchlik odamlardan bir nechini har qanday ish bo'lishdan qat'i nazar Rashidani qo'g'dashqa. Bo'libmi, o'ng qo'l vazirning odamlaridan ehtiyot qilishga buyuribdi. Hech qanday javob ololmagan o'ng qo'l vazir avatgan odamlarini surishti qilgan bo'lsa-mu, hech yerdan topolmabdi. Xonishning odamlari vazirning odamlarining jasadini insi jinga tuydirmay ko'zdan yo'qotgan ekan. Vazir har qancha chiqibmi bu ishning aslini bilamay, andishida kechalari bedor yuribdi. Podshoh bo'lsa kichik samandarning xeyli o'ngluq bo'lib qolganligi va jidallarining ozlab qolganligidan mamnuniyat his qilib, hokimiyat ishlariga xotirjamlik bilan kirishib ketibdi. So'l qo'l vazir do'sti Sardarbek bilan garchi o'zlarining Shahzoda Samandarni tepishga qodir bo'lolmagan bo'lsa-mu, Shahzoda Samandarning 17 yoshga to'ladigan vaqtining oz qolganligi. Agar Namanshohning tushi haqiqatan reallikka aylansa, Patiqinda cho'qim biror shapsi chiqadiganligini deyishib, qanday qismatlarni boshdan kechiradiganligi haqida tasavvurlarni qilishibdi. Shahzoda Samandarning opsi Gülambar tush tarixining ostida ko'rgan tushini aslab, pat-pat chumbilini ortib, shahar ko'chalarini orlab, go'yo o'g'ilni uchratsa to'niy oladigandak taraf-tarafdan mavhum bir chiroyni izlab yuribdi. Rashidani tepib ko'zdan yo'qotishdan voz kechmagan o'ng qo'l vazir Shahzodaning kayniga odam silib, ikkinchi qitim, ya'ni ishonchlik deb qaragan bir necha odamini izdiraksiz yo'qotgandan keyin teximi qattiq cho'chibdi. Va bu ishni podshohning qo'li orqali kavobnimi, zixnimi kuydirmay hal qilishni planlabdi. Vazir oldi bilan Shahzoda Omroq bayga musobaqasidan bir maydon tayyor qildiribdi va Shahzodaga bu qitimqi baygining intayin qiziydiganligi haqida og'ziga ko'pik elib so'zlabdi. Shahzoda mo albatta buni anglab hayajonga to'libdi. Vazirning o'ylig'inidek Shahzoda Rashidani bu o'yinni birga ko'rishga qoyil qilib, ya'ni yo'shirincha o'rniga elib kiribdi. O'ng qo'l vazir qasdan o'yin o'ynab, podshohga kichik Samandar bilan Rashidani ko'rsatib qo'yibdi. Söyümlik anglarman. Hayotning o'yinlari qiziq. Ba'zida bir ishlarni o'zimizga foydali deb o'ylaymiz. Lekin bu ish bizga ziyonli bo'lib chiqadi. Ba'zi ishlardan ziyonli deb neri qochimiz, dal aksicha u ish bizga omad olib keladi. Shu topda vazir Valahdining bir oddiy puhroning qizini amriga elishni Shahzodaga, podshohga, Xonish qiziga, Pishamshon mamlakatiga, aslida eng to'g'risi o'zining 100 obro'yiga ziyonli deb qarab, Shahzodani niyatidan yondirishga ko'zi yetmaganligi uchun shafqatsizlarcha u qizni ko'zdan yo'qotmoqchi bo'ldi. Shohlik kibrdan aslo kecholmaydigan Namanshohning u qizni kelin qilishga zinhor rozi bo'lmaydiganligiga va Shahzodani qanday qilib bo'lmasin niyatidan yondira olishiga ishondi. Buni o'ziga foydali deb qaradi. Vaholanki u bu orqali shu topda o'zi yamashgan daraxtning g'oliga o'zi palto urayotganligini bilmaydi. Vazirning kutgandek podshoh darg'azab bo'lib, Shahzoda bilan Rashidani chaqirtib so'roq qilishga boshlabdi.
o'ng qo'l vazir tomosha ko'rish maqsadida ularni kuzatib turibdi. Bu ishdan xabar topgan xonish Gulambar ming bir andish ichida yo'shirincha yondik xonida ularning so'zlarini anglashga boshlabdi. Kichik Samandar burunqidakli qilchilik yiqmasdan podshohga bu qizning o'zi olmoqchi bo'lgan qiz ekanligini, uning oddiy bir o'tinchining qizi ekanligini aytibdi. Uxlab tushing. Hammali ishda deginim degan o'xshaydi deb qolma. Men uzoqdan beri Zarafshon malikasini kelin qilish uchun tayyorlik ko'rib turyapman. Zarafshon shohiningmi buningdan xabari bor. Bu ikki elning munosabatiga aloqador cho'ng ish. Sen oladigan qiz kelgusida xonish bo'ladigan, yurtning onasi bo'ladigan qiz demakdir. Buni bilamsan? Texi oddiy puhroning qizini olmaysan deb to'xtamdikin desam, allaqachon mening kimni ilishimnimi bekitib bo'ldingiz-da, Shoh ota. Qoltiskansiz. Nima degan alg'imini yeydigan, farzand g'imini yeydigan esil Shoh otasiz. Haqiqatan bek ta'sirlandim. Biroq bek afsuski, men bu qadar zo'r iltifotga loyiq emas. Vali ehtilikni chekingizga tengam. O'zim xohlagan qiznimi ololmasam, undaq vali ehtilikning menga nima keraki? Podshoh vaqirabni beqibdi. Tahdidmi sep beqibdi. Chiroyliq yolvuribmi beqibdi. Biroq foydasi bo'lmabdi. Podshoh oxirgi so'z sifatida shunday debdi. Qandoqlik qilsam, seni bu niyatingdan yondira olmayman, shundaqmi? Shundoq. Seni erki o'gitib qo'ygan gunoh o'zimda. Hozirga qadar sening bir deganingni ikki demadim. Hech narsangni kam qilmadim. Sening oldingda shohligimni yer bilan yakson qildim. Hamda tushundimki, aslida shoh degan oldi bilan o'z oilasiga shohlik qila olish kerak ekan. Hammasi sening ko'zingga qarab, qattiq qo'llik qilolmaganligimdan bo'ldi. Ammo kechir o'g'lim. Qaraganda podshohligimni bildirib qo'ydigan choq kelgan o'xshaydi. Jallod! Jallodni chaqirib, nima qilmoqchisiz, Shoh ota? Bu qizni ko'z oldingda qatl qilmoqchiman. Aslida o'rdaga yo'shirinch kirishning o'zi ig'ir jinoyat. Meni rahimsizlik qildi desanglar davringlar. Parvoyim palak. Jallod! Labbay, oliylar. Qo'liga qilich olgan, boshdan oyoq uzun qora to'n kiygan, yuzdan soqoldan boshqa yerini ko'gili bo'lmaydigan mudihi sifat jallod kirib kelibdi. Bu qizning kallasini ol. Shoh ota, nima ish qilyapsiz? Sen aralashma. Bu yerda sening buyruqing oqmaydi. Jallod, buyruqimni ijro qil. Shoh ota, mushunda qilsam ish hal bo'ladi deb o'ylayapsiz? Uni o'ldirsangiz, sizning deganingizni olaman bu. Men allaqachon sana nasihat qilishdan, yolvurishdan voz kechdim. Niyatingdan yonsangmi, yonmasangmi endi baribir. Jallod qizning yolvurishlariga parvomi qilmasdan qo'llarini orqaga qayirib bog'labdi. Shahzodaning so'zlariga pisandmi qilmabdi. Bo'ldi qiling, Shoh ota. Mening nazarimdagi butun hurmatingizni yo'qotib qo'ysangiz, mendanmi ayrilib qolasiz. Sening oldingda burunli obro'yimni yo'qotganman. Jallod Rashidani tizlandirib, qilichini egiz ko'tiribdi.